Assalomu alaykum. Sizlar bilan YouTube bo'ladi. Bugun biz ajoyib bo'lgan bir titulni olishni o'rganamiz. Buning uchun biz sharaf bo'limiga o'tamiz. Shu titulni oldik. Va mana bu yerda buning nomi bepul chiqqan dingiz. Buni bajarsangiz sizga bitta titul bilan tinchliksevar nomli titul bilan 20 ball qo'shib beradi. Buni bajarish talablari esa platinadan rangingiz baland bo'lishi kerak. Solo classic match o'ynashingiz kerak va top 1ni olishingiz kerak. 0 ta o'ldirish bilan top 1ni olishingiz kerak bo'ladi. Tushungan bo'lsangiz albatta yaxshi. Buning uchun yaxshi karta bu Nusa kartasi hisoblanadi. Chunki agar bir matchda ola olmasangiz, baxtingiz ketib qolmaydi. Chunki bu tezda tugaydigan match. Agar siz Livik Erangil o'ynaydigan bo'lsangiz, agar bir matchda ola olmaydigan bo'lsangiz, baxtingiz zoye ketgan qoladi. Shuning uchun qayta urinib ko'rgan Nusa kartasi yaxshi. Va aytganimdek, rankingiz platinadan baland bo'lishi kerak va solo rejimda o'ynashingiz kerak bo'ladi. Solo rejimda o'ynashingiz kerak bo'ladi. 0 ta o'ldirishsiz top 1 olishingiz kerak bo'ladi. Buni sizga o'yin davomida ko'rsatib beraman, qanday bajarishni. Bo'lmasa, tushib qoldik. Endi sekin bir chekkaroqlarga tushsak, albatta yaxshi bo'ladi, chunki o'tiroqlarga tushsak, odamlar bo'lishi mumkin. Shuning uchun chekkaroq joylarga tushamiz. Mana bu yer ham yaxshi fikr deb o'ylayman. Aytganimdek, buni solo o'ynashimiz kerak bo'ladi. Va 0 ta o'ldirishsiz chiqishingiz kerak, top 1ni olib. Endi biror olsangiz ham qilmaydi. Mana oddiy qurollarni olib. Aptechka va dim olib olsangiz, o'yinda o'zingiz yaxshi bo'ladi. O'yin kuchayganda dimni tashlasangiz, hamma yoq tutun bosib, sizni ko'rish olmaydi. Va aptechka zonada qolib ketadigan bo'lsangiz ham aptechka yurib, o'zingizni sog'lig'ingizni tiklab olasiz. Buni men birinchi olganimda men olishim ham oson bo'lmagan, albatta qiynalganman. Kimgadir bu tutun olish oson bo'ladi, yana kimgadir qiyin bo'lishi mumkin. Lekin harakat qilgan yaxshi. Chunki men buni ancha urinishdan keyin olganman. Mana odam bor ekan, berdan qochamiz. Odam bor. Bu yerda. Chiqamizda ham odam bor. Bu yerda odam bor edi, ehtiyot bo'lish kerak albatta. Biz yonimizda yurib. Albatta otib qo'ysa, yana mana shu boshqa tomon chiqishingizga to'g'ri keladi. Agar siz birorta odam otib qo'ysangiz, o'zingizni bombalab ketavering. Chunki bu hisoblanmaydi. 0 ta o'ldirish bilan chiqishingiz kerak matchdan. Albatta top 1 olish kerak. Bo'lmasa bo'lmaydi. Ya'ni mashina joyiga ketyapti-ku. Aytganimdek, dim va aptechka olib olsangiz o'zingiz yaxshi bo'ladi. Sekin zonaga qarab yuraverasiz. O'yin cho'zilib ketmasligi uchun pauza qilsammikin degan edim. Yo'q, hozircha shu yerda qolib turamiz. Hech kim odam bo'lmasin, tashqariga chiqib ketganimizda. Zona ham kelmoqda biz tomonga qarab. 5 ta aptechkami? Sekin zonaga qarab, biz ham sekin yuraveramiz. Albatta biz bilan anoyilar ham tushgan yo'q. Bilmadim. Sizlarga ko'rsatib berishga harakat qilmoqdaman. Ma'lum to'p olamizmi yo'qmi? O'yin davomida birga yuramiz. Tinimsiz odamlar bo'lmoqda. Chunki hali Nusada zona katta, lekin odam oz qolgan. Chunki hamma solo bo'lgani uchun otishiga o'rib ketgan. Biz zonaga kirib olsak, bitta joyga berkinib olar edik. Yana eslatib o'tmoqchiman, klassik rejimda solo platinadan baland bo'lishingiz kerak, bu titulni olishingiz uchun. Shunaqa sekin harakat qilasiz. Agar sizni ko'rib qolsa, bo'ldi. Yana boshqa tomoshabinizga to'g'ri keladi. Shuning uchun o'zingizni ehtiyot qiling. Mana zonaga ham ichiga kirib oldik. 7 ta odam qolgan. 7 ta. Akamda kuzgan o'ylar tushgan. Albatta kuchli o'yinchilar tushdi. Yo'q. Oldimizda odam yuribdi, chunki shagimga ishlab. Ehtiyot bo'lishimiz kerak, to'g'ri bo'lsa. Chunki otib ketsa, yana boshqasini qiladi. Endi o'ylar tushgan yo'q. Albatta kuchli o'yinchilar bular. Shu sekin zonaga qarab yuraverasiz. Zona ham kelmoqda. Nima o'ldirish bilan chiqishingiz kerak albatta, bo'lmasa bu hisoblanmaydi. Agar birorta kelib qo'ysangiz bu hisoblanmaydi. Endi mana bu videoga o'tib olamiz hozir. Ko'rib qolmasa bo'ldi, davay. Chekiga berkinib olishimiz kerak. Berkinib oldik.
har holda zonani ichkari olamiz. Aytganimdek, platinadan mana qo'yish kerak. Video juda uzun bo'lib ketdi deb o'ylayapman. Xafa bo'lmaysiz. Mana, men ham davom etmoqda. Iloji boricha sizga tushuntirib berishga harakat qilmoqdaman. O'yin ham cho'zilib ketdi deb o'ylayapman o'zim. Cho'zilib ketmasak bo'ldi. Aptechkamiz ham kam. Har holda. Videoga o'tib olsak. Oldi. Mana bu yerda o'tiramiz. Zona ham kelmoqda. Qayerga berar ekan hozir buni? Tushungan bo'lsangiz kerak. Men 3 kishi tashlab ketdim va bittasi yedi. Va hozir birga bir qolamiz. Chunki solo. Hamma birga bir qoladi. 12 sekund vaqtimiz bor. Qani sekin. Shunday yurib olsak yaxshi bo'ladi. Hech nima. Bu boshqa shunday deb tushuntirib berishga harakat qilyapman sizlarga. Zonaga ham kelib oldik. Bir bilan tezroq otishib bersa yaxshi bo'ladi edi. Nima qilib? Tepamizda. Hozir birga bir vaziyatda qolamiz. Zonaga sekin-sekin yurishimiz kerak bo'ladi. Yoki bo'lmasa buni yana bitta sharti. Bir-biringizga qarab shakraysiz endi meni. Fikrimcha, shakraysiz, bir aytasiz. Bunaqa missiyam bor edi. Qilishim kerak edi, iltimos yordam bering desiz, o'zbek bo'lsa tushunish mumkin. Videomiz ham 10 minutdan oshib ketdi. Ular nihoyat bir tasib bo'ldi. Endi esa birga bir qoldi. Yoki biz zonada o'lib ketamizmi bilmayman. Yo'q, akaning qo'lida o'lim topamizmi? Albatta, chek-chekin. Ona tomonga qarab yuramiz. Tam oz qoldi. Aka menimcha bizni qidiryapti. Oldimiz. Yer ana bo'lmasam otib qo'ydik-ku. Videoni shu joyda to'xtatamiz. Alfa bir qolganimizda omadimiz kelmaganligi tufayli biz o'lib ketib qoldik. Men aytgan titulim shu tarzda olinadi. Mana hozir yana ko'rsataman, yana tushuntirib o'taman. O'yin davomida ham tushuntirdim. Qarang, talablarga javob berish kerak. Sizning rankingiz, holatingiz, platinadan baland bo'lish kerak rankingiz, solo klass o'ynashingiz kerak. $0 bilan to'pini olib chiqishingiz kerak. Tushungan bo'lsangiz yaxshi. Men yana bunaqa qiziqarli videolarni qo'yishda davom etaman. Agar yana shunaqa qiziqarli videolarni ko'rishni xohlasangiz, menga obuna bo'lib keting. Kuzatganingiz uchun rahmat.